Mazali tort tayyorlaymiz, yoshlikka qaytamiz. Yoshligimizda sevib yegan o'sha mahloviy tortimizni bugun sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi ishimizni tuxum oqidan sarig'ini ajratishdan boshlaymiz. Tuxum oqidan sarig'ini ajratib, tuxum oqiga oz-ozdan shakar qo'shib mikser qilamiz va mikser qilib bo'lgach, tuxum sarig'ini qo'shib yana bir bora mikser qilib boramiz. Unimizni solib, oq biskvitimizni tayyorlab, qolipimizga solamiz va xuddi shuni takrorlab, shokoladli biskvit tayyorlaymiz. Shokoladli biskvit uchun un va kakaoni qo'shib aralashtiramiz va qolipga solib, biskvitlarimizni pishirib olamiz. Endi krem tayyorlaymiz. Kremi uchun bizga qaymoq va moloko kerak bo'ladi. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Qattiq masa bo'lishi kerak qaymog'imiz va biskvitlarimizni to'rga bo'lib olamiz. Kroshkasi uchun ozgina biskvitimizni olib qo'yib, biskvitlarimizni propitka qilamiz va qaymoq kremda surib, kremlab chiqamiz. Olib qo'ygan ushoqchalarimiz bilan chiroyli qilib bezatamiz. Shu mazali damashniy mahloviy tortimiz tayyor. Ozgina xolodilnikka qo'ygandan keyin mazza qilib yeb ko'rishimiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali, yumshoqqina bo'ladi.